Bratanchik nima gap? O'zi bitam reaksiya oladi, bittaman qoladim. Shuning uchun men ham olib qo'yay dedim. Ko'rib turganingdek, mana karis, qora karis qayerda ko'rgansan? Prichoskamni qara. Otam o'ldirib tashlaydi prichoskani ko'rsa, onasi emsin. Ketdi bachangiz ananga. Uni universitetga o'qishga, sochcha qo'yib olgan, nefer. Nima qilsam ham xunuk biladi. Nima qilsam ham xunuk-da. Soch hech qachon chiroyli turmaydi menga. Jon ko'k bashara biladi. Qani? La. Mayda bu. Ha, og'zingiz. Daria. Noyabr oyida tug'ilganlar. Nega ular yiqilgan joyidan hech kimning yordamisiz turib keta oladi? Men если что noyabrda tug'ilganman. Davay ko'raylik qani nimaga yiqilgan joyda turib ketaman. Uchta kuchli sayyora Mars, Pluton va Yupiter effekti bor. Mars, Pluton, Yupiterman jalab. Ular sekin harakatlanadigan odamlarni ko'rsa, yuragi siqiladi. Bular realni naxuy. Men sekin qimirlayotgan odam ko'rsam yuragim siqiladi. Da, nimagaligini bilaman, chunki yoshligimda sekin qimirlay yurishni yaxshi ko'rardim. Otam erkak kishi sekin qimirlamaydi deb yaxshilab hamayli. Sevishganlar orasida bir gap bor. Opa. Sen sog'inayotgan odam seni ham sog'inayotgan bo'lishi mumkin. Xuddi mana shu kitob qahramonlaridek. Kitob o'qishni umuman yoqtirmaydigan bir qiz kitob ichiga tushib qoladi va u yerda hayotda umuman mavjud bo'lmagan bir kitob qahramonini yaxshi ko'rib qoladi. Va o'sha kitob qahramonni qayta uchratish uchun har xil hayotlarda, har xil kitoblarda yashab o'tadi. Juda ham chiroyli muhabbat qissasi. Juda ham chiroyli kitob. O'qishni tavsiya beraman. Va o'qimayman. Bolalar, men sizlarga ham kitob maslahat beraman. Yaqinda Metro degan hozir bir daqiqa. Sevgi, mana naxuy. Metro 2033 jalab. Bu kitob nima degan? Apokalipsis, odamlar o'ladi, mutantlar, transformatsiya, o'lim, janjal jalab. Hammasi shuning ichida bor. Bu kitob eng zo'r kitob. Men o'qidim, yarmini o'qidim, prям pizdati, hammaga maslahat beraman. Ana shu men maqsad paydo bo'lib bu kitobni o'qigandan keyin yaxshilab ishlashim kerak, kompyuter olishim kerak, igrasini o'ynashim kerak. Bo'ldi. Boshqa maqsad yo'q. Bolalar, sizlarga maslahat ana shu kitob. Tushunibsizlarmi? Biz qizlar bilan ikki xil fikrlaymiz. Qizlar bu yoqda sevgi, biz esa otishma, qon, janjal jalab. Legenda bu kitob. Maslahat hammaga beraman. To'g'ri, men basharam chiroyli emas, sizlarga chiroyli basharali bitta qizcha chiqib maslahat bersa, "Voy, to'g'ri aytibsiz" deb o'qishlaringiz kerak. Bratanchik, bu narsa, bilmadim, senga qanaqa, menga po'xo'y. Og'ir kuningda Aziz estet bratan, prям shedavr. alkash bo'lsang ham, hech narsang yo'q bo'lsa ham seni faqatgina ona sevadi. Erkak kishini esa hurmat Po'xo'y. Kayf. Endilikda ayollar uchun 20 million 600 ming so'm bepul pul berilyapti. Qaytarish shart. Feministkalar naxuy bu ish qilinyapti jalab. Nimaga o'g'il bolalarga berilmayapti? Pashol naxuy. Pashol naxuy. Agar sizlar ham universitetda yoki maktabda prezentatsiyaga chiqishga uyalsanglar, qo'rqsanglar, taqdimotlarni aytib berayotganda tutilib qolsanglar yoki kim nima deb o'ylayotganini rosa o'ylasanglar, bu video sizlar uchun. Har doim chiqayotganda shunaqa nastroylar bo'lsin, menga pofik. I don't care. Chunki eshitayotgan odamlarning hammasiga pofik. Rostdan gapirayotgan paytinglar rostdan e'tibor bersanglar, auditoriyaning yarmisi telefonda, yarmisi qayerdadir xayol suryapti va atigi 2-3% sizlarni tomosha qilayotgan bo'ladi. Chiqayotganda o'zingizga uvereni bo'lib bemalol chuquringlar, chunki hech kimga farqi yo'q. Hech kim sizni prezentatsiyangizni ko'raman deb o'lib turgan joyi yo'q. Prosta prezentatsiyangizni aytib berasiz va joyingizga qaytib o'tirasiz. Agar sizlar ham universitet Короче, men hozirlarga aytaman, bu adin fig yordam bermaydi. Balki apa yordam bergandir, menga umuman yordam bermagan. Chunki men zanudniy introvertman, naxuy. Da men maktabda даже shunday doskaga chiqib, o'zimni sinfdoshlarim, yibanatlarim naxuy kutdim teshig'igacha ko'rgan bachalar, unda ko'rmaganlar, скорее всего. Baribir o'shanda ham chiqib uyalardim gapirishga, oyog'im qaltirardi, chunki introvert yibaninga qiyin. Universitetga kirib, lekin bu narsani yo'qotdim. Просто oddiy narsa qilish kerak. Всё. Da, bu narsa подсознательно qilishlaringiz mumkin, lekin просто majburlanglar, doskaga chiqib o'tirasizlar-ku, biron vaqt doskaga chiqib o'tirgan vaqtlaringizda ustoz bu yoqqa qaray, boshqa joyga qaragan vaqt bironta qiliq qillaring. Shunday, nimaga auditoriyaga po'xuy, nimadir qillaring. Hamma kulsin, po'xuy. Sizlar aytishlaringiz mumkin, "Oxir bu
Mani battar qo'rqitadi. Yo'q, shu ishni qilsangizda ancha yaxshi. Chunki bitta qilasizlar-ku, уже bilasizlar, что bu narsa qo'rqinchli narsa emasligini. Shu bitta nimadir qilib, men misol uchun chiqib o'ynaganman, auditoriyaga chiqib. Uyna berganman, ko'timni likillatib berganman. O'shandan keyin chiqib doskaga chiqish yoki bo'lmasa ustoz olib borsam qo'li berib qaldirayman. Buni ham bir qanaydir qilib yo'qotsa bo'lsa kerak. Bu narsani qilish muammo emas. Men sizlarga maslahat ana shu narsa. Realniy javob ishlaydi. Reels joylamang toki Instagram. Pashol naxoy. Mana shu 3 savolni so'rab ko'rishingiz kerak. Undan oldin obuna tugmasini bosib qo'ying. Birinchisi, agarda meni qo'rquvlarim bo'lmaganda, men nima ishlarga qodir bo'lgan bo'lardim? Savolni so'rash orqali siz Men ChatGPT ishlatmayman. Kelinglar, mana sinab ko'ray qani. Go! Qo'rquvsiz yashash haqidagi bu o'y-xayol juda chuqur va qiziqarli. Qo'rquv pashondan qo'y. Chegarasiz ijod va harakatsiz xato qilish yoki odam qanday baho berish haqida xavotir umuman yo'qotadi. Poxuy. Perfeksionizm o'rnini doimiy harakat egallaydi. Poxuy. To'siqlar nisbatan yangicha misol pashol naxoy. Tanganing ikkinchi tomoni ehtiyotkorlik yo'qotilishi. Poxuy. Короче, hech qanaqa o'zgarish bo'lmaydi. Yiban bo'lganman, yibanligimcha qolardi. siz potensialingizni va talantlaringizni bilib olishingiz mumkin. Hech qanaqa talantim bo'lmasa kerak. Siz xato qilish nima talantim bor? O'z kanalingiz uchun yangi formatlar, shundoq ham yangi video qilyapman. Reels yoki shortslarni tayyorlash. Hozir ham shorts qilyapman. Menda nima o'zi qo'rquv yo'qmi? Yo'q, vrot. Yo'q, C++, 3D. Ularni ham qilyapman. Nima men hech qanaqa o'zgarish. Demak, men qo'rqmasman jalab. Menda qo'rquv yo'q biladi. Еще как qo'rqaman jalab. Men qizlardan qo'rqaman biladi. Men sekret o'rnida aytaman, bratanchik. Men qizlardan qo'rqaman. Pizzas qo'rqaman. Olimga bironta qiz kelsa, prям pizzas qo'rqaman. Реально. Men faqat internet ortidan ham havas qilaman. Deyman, o'zi aslida ham pizzas bironta qiz bola kelsa, o'zimni yo'qotib qo'yib, hushimdan ketaman naxoy. Nima? Apachan ko'rayotgandik, bratanchik. Nima deyotganlar apachan? ChatGPT sizni juda ham yaxshi analiz qiladi. Если что, mana bratan bitta dalboyob kirib keldi xonaga, shunaqa joylarni qirqib Telegramga yuklab qo'yganman. Bu backstage naxoy. Ikkinchisi, men 5 yildan keyin qanaqa holatda bo'lishim kerak va hozir qanaqa harakat qilyapman? Hozir harakatlarim va 5 yillik orzularim tak bilet. Ikkita javob chiqardi bolalar. Sizning 5 yillik ana orzu qanday ekanligini to'liq bilmasam-da, hozirgi kunda qilib kelayotgan ishlaringiz va endi qarab harakatlaringiz qaysi yo'nalish, dasturlash, C++da obyektlarga yo'naltirilgan dasturlashni o'rganishingiz, Pythonda murakkab 3D vizualizatsiya vositalarini yaratishingiz yordamida siz va CTF masalan qiziqishlar, biladi, ko'ryapsizlar, men pizzatman. Media va tadbirkorlik YouTube kanalingizni yuritish sherigingiz bilan birgalikda pashol naxi bu to'g'risida informatsiya kerak emas. Rus tilini shunchaki tarjima qilishdan ko'ra to'g'ridan to'g'ri shu tilda fikrlash va erkin muloqot qilish darajangizda olib chiqish harakati. Yebayt, ko'ryapsizlarmi naxoy? Men pizzatman jalab. Men rivojlanaman naxoy. Ko'rinishim degradatsiya qiladi jalab. Apachan to'g'ri maslahat beryapti. Prosta sochlar og'izlariga kirib ketyapti. Holatimga mosman. Agarda mana shu savolga ChatGPT ha deb javob beradigan bo'lsa, demak ishingiz 5. Uchinchisi, hozirgi holatim yaxshilash uchun qanday kitoblar o'qishim kerak? Men mana kitobni yomon ko'raman. Kitob zaybal narsa, behazil jalab. Ko'pchilik uchun kitob zo'r narsa bo'lishi mumkin, lekin men uchun kitob neto baribir. Realni o'qidim, atomni привычкani o'qidim, xo'yin yaponiyshi, ayrim joylari yaxshi, tutasida hamma o'zi sizlarni yerga urib tashamay, lekin ko'p joylari yaxshi. Misol uchun yaqinda drach qilishni kamaytirdim, atomni привычка tufayli. Lekin mana bu kitob top. Metro 2033. Shedevr naxoy. Hammaga maslahat beraman jalab. Keyin ko'tdim. O'zbekchasi bo'lmasa kerak buni. Hozirgi holatingiz bir vaqtning o'zida ham aniq fanlar, deep work, ya'ni diqqat bilan ishlash. Bu kitob murakkab va atomiy kabi o'qiganman jalab. Bobomning yoshlari 70da, qishloqqa borganimda o'g'lim hozirgi zamon boshqachada, juda boshqacha. Misol uchun seni oldinga issiqqina bitta masala qo'ysam nima qilasan dedi. Bobo siz nima qilasiz desam, men issiqlikda sovutmasdan ichib olaman dedi. Sen nima qilasan dedi. Men istoriya olaman avval deyman. Ha. Bobom Patsan ustidan kulib tashlash yaxshi emas. Xo'yini prikolni. Qiz bolaga tarbiyaga kelganda, mana shu haqida gapirmoqchi edim, bila. 2 yoshdan boshiga bitta sochiq salom qilishni o'rgatamiz va katta bo'lib nasib bo'lsa birorta o'qigan bo'yini o'g'liga yerga tegsa baxtli bo'ladi. Tasavvur qilyapsizlarmi? Ne, hozir kerak, hozir joyi keladi aytaman. Tasavvur qilyapsizlarmi?
Qanchalik odam mas'uliyatsiz bo'lishi kerakki, чтобы butun boshli farzandingga, qizingga. Sen agar bironta aqlli joyga yerga tegsang-u, o'zing ham yaxshi joyda yashashni bilsang-u, o'sha bilan baxtli bo'lsang va bir-biringni anoyi ham vechna yashasa, hech qachon sen tashlab ketmasa, o'lib qolmasa baxtli bo'lasan. Mana shu seni hayotingga plan. Omad shouda mashina yutish bundan osonroq. Bolalar, iltimos, sal nimaroq bo'laylik. Stand up'da mazmuni nimada bilasizlar? Sizlarga tushuntirib beraymi yo stand up nimaligini? Stand up'da nima qilinadi? Stand up'da hayotda bo'layotgan, atrofingizda bo'layotgan voqealar olib chiqiladi. Просто любой voqea o'sha bo'rtirib yoki nima qilinib aytiladi-da. Mirzagar aka shu ishni qilyapti. Blять, respekt naxuy. Pizdat. Naxuyasizlar buni ichida ma'no, saviya qidirasizlar, blять. Naxuya ma'no, saviya qidirasizlar buni ichida. Nima kerak ma'no, saviya? Просто ko'ringlar, to'liq kullinglar. O'zi hayotimiz po pizda ketyapti. Zaybal zerikib ketdi hamma joyda saviya, hamma joyda nima deydi? Depressiya, hamma joy siqilyapti. Kulaylik ozgina, bir kulguli narsa qilaylik. Faqat millionda hazillik kulamizmi? Mana normalniy hazil bor, stand up. No ja zo'r emas, ammo wow hazil bo'lmasa ham, lekin da normalniy zo'r. Shuni ham bilet, iltimos, ma'no topib, ma'no qidirib, ma'no qilib tashlamanglar. Hamma narsada ma'no bo'lishi shart emas. Просто kulinglar, yaxshi yashanglar. Всё, bu nima kerak bu? G'amgin qo'shiqchan qo'yib olibdi. To'g'ri gapiradi shu bacha. Kulgili emas bu gaplari. Yo'q, kulgili qilishga harakat qilyapti. Bratan, bo'lmasa stand up emas, sizlarga 1 soatlik nima aytardi? Podkast aytib berardi. Hamma shu hazillarning o'rniga o'tirib olib, bilasizlarmi nima? Bizning hayotda o'zbeklar shunaqa deb boshlash kerak edi. Yo'q, unaqa demayaptilar. Hazil qilyaptilarmi, stand upmi? Stand upday qabul qilinglar. Kulinglar, nima kerak buni bilet, bu qirqib bilet, nima qilib jalab, ya vahoy. Keyin iltimosda yana bitta iltimos. Boshqa davlatlarning stand upida ham xuddi shunaqa o'sha davlatning muammosi olib chiqiladi. Misol uchun Rossiyada samokaterlar ustidan kuladi, samokat o'g'irlab ketadi, nima qilib. Ular chiqib olmaydi oq-qora qilib, bilet. Bizning davlat shunaqa, biz o'zgarishimiz kerak, samokat. Yo'q, bu просто kulgili. Chiqmanglar, kerak emas. Bu bizning davlatdagi lokalniy hazillar. Boshqa davlatlarda yo'q. Bizning yaxshi tomonlarimiz bor, boshqa davlatlarning yaxshi tomoni bor, bizniki bor, yomon tomonimiz bor. Yomon tomonimizni aytib chiqadi kulgili qilib-da. Boshqa davlatlarda ham shunday. Lekin ular chiqib olib, "Ha, biza shunaqa, yibalat, qo'y, tuda demaydi-da, iltimos, kerak emas. Normalniy kulinglar, ammo kulgili narsa, kulgili qaraylik, saybal bilasizlarga tushuntirib bo'lmaydi. Agar sizda shu 5 ta belgi kuzatilsa, demak siz homilador bo'lishingiz mumkin. Debat. Birinchi belgi hayz keladigan kunidan hayz 7 kun kechiksa. Ikkinchi Bu menga taalluqli emas. No, men Genshin o'ynamayman, lekin tam apachala pizza. Billat o'zim pedofil deb his qilaman. Endi ortimdan shu mashqni qaytaring. Mirlo. Miau. Barakalla, bu mashqni 5 marta qaytaramiz. Mirli. Endi harflaringiz dona chiqishni boshlaydi va nutqingizda sezilarli o'zgarish sezasiz. Bundan Endi nutqimda sezilarli o'zgarish sezyapsizmi, qadrli yurtdoshlar? Ko'rib turganingizdek, men hozir radioda qatnashayotgan inson sifatida gapiryapman va har bir gapim maromida va to'liq chiqarilyapti. Sizlarga bu qulaymi? Vashi diti naxoy bilan so'kin ishlatmasam babading ko'rmaysizlar meni jalab. Steward Beeline kompaniyasi nimaga? Mindan noroziman. To'lagan Zayba. vaqtimga mindan Hammasi chiqib muammosini aytadi. Instagram sizlarga nima, prezident apparaturasimi biladi. Kelaolasizlar biladi. Shu ishoninglar, agar reaksiya qilmaganimdan shu videoni oxirigacha ko'rardim. Behazil. Lekin sizlar uchun bu videoni oxirigacha ko'rmayapman. Rahmat aytinglar. Olish kerak bitta. Qancha turadi Steamda? o'tkazib yubormaslik uchun Qiziqmas. Mediklar agar xato qilsak qamalamiz. Injenerlar xato qilsa, valat, pizda, strane, naxuy.
Ketdi jalab hammasi. Fuh, shuni aytmaydi man injenerlar odam emas, injener. Chet elda injener qanaqa miqyosda bor. Bizda uncha yaxshi rivojlanmaganda, sizlar injener kasbini hurmat qilmayapsizlar-da. Injener hatto qilsa bilasizlar nima bo'ladi? Mana tasavvur qilinglar, atomli reaktorda injenerlar ishlaydi-da. Xato qilib qo'ydi, bilmasdi. Nima bo'ladi? Yoki bo'lmasa neft zavodida injener ishlaydi. Xato qilib qo'ysa nima bo'ladi? 1,5 ming odam. Yana bitta misol, oltin zavodida injener xato qilib qo'ysa nima bo'ladi? Butun boshli davlatning iqtisodiyoti. Shuning uchun injenerlarni qadrlash kerak. Men ham erta indin injener bo'laman-da. Shu injener zo'r. 11-sinfdan keyin ko'pchilik nima Balla menga pul tashlashinglar. Zaybal mana petlichka olay. Zaybal biladi. Zaybal mana mikrofon bilan. Men ham yibanatmanda podkastlar uchun mikrofon olib olganman, podkast uchun. Bu umuman nima olib bo'lmaydi reaksiya. Ko'rganda salom berish kerak, qizil chiroqda to'xtash kerak, semiz odamni ko'rganda so'rasa so'ramasa semizligini aytish kerak. Chunki oshcha semizlik o'zi kasallik bu. Umuman qaranglar. Maktabda har bitta sinfga semizlarni bittadan bo'lib berishgan, varaqada turish uchun. Men semiz bo'lganman. Iman varaqada turganman. Qizig'i ularda ustidan kulishga ruxsat berishmagan. Nimaga Nimaga men ustimdan pizdes kulganlar? Icho, yaxshi, normal. berishmagan? Ustidan kulishmayman buni. Nima qilaylik? Erkalataylik. Mana ustidan kulmadik, уже gipopotamus bo'lib ketdi. Блядь, kulgulisi ustimdan kulganlarni похуй-da, блядь. И чё, блядь, semizman jalab, и чё, блядь. Menga kayf, menga удобно, и чё. Mana o studentman, еще как ariqlab ketdim, stroyniman. Men bilasizlarmi nimaga semiz bo'lganman? Что men maktab davrida asosiy e'tiborim o'qishda bo'lishi uchun semiz bo'lganman. Что qizlar menga kelmasligi uchun. Hozir, блядь, ozib ketdim. Baribir qizlar qaramayapti, блядь. Shahzod aka. Qanaqa video? Sezinglarmi nimani? Sezinglarmi, bu yil 1-aprelda hech kim hazil qilmadi, a? Реально, блядь. Men hazil qilmadim. Ular yani. Bilar yani. Sabab oddiy hayot ko'tga kirib ketgan hammada. Уже hazil qilishga kuch yo'q. Bu yo'lda saviyali kontent, billat ibratli video jalab, nimaqadir, mana unaqa videolar jalab bir kulgili narsa olaylik, biratanchik bir kulguliroq bir hayotda quvnaylik ozgina billat zaif. Hammang ibrat, hammang billat saviya, hamma billat bizda. Mana billat. Animeshniklar shunisi hurmat qilaman. Hamma narsa baxtli. Mana qaranglar. Mavjud bo'lmagan qizni beringlar, hayotda xursand edit qilib o'zlari bilan o'zlari yashayveraveradilar. Zo'r. Men animeshnikdan shunishiga respekt deyman. Chunki men o'zim ham animeshnikman deb. Baribir ko'psiga bor. Qo'ling dard ko'rmasin qizim, Nashanbargin so'ganmisan? Albatta buvijon. Bolam rosa kayf beryapti. Biz har doim ekanmiz uyda. Bor podvalga tush. Bilaman. Jo'ramga jo'natayotgan tumaloqlarim sizlarga jo'natsam qamalib ketamiz shu uchun deydi, naxuy. Bunaqa bolani qizlik 100% bo'rtani. Bo'rt degan bo'rt naxuy, bo'rt. Qayerdan olasizlar bunaqa gaplarni jalab. Gulga gul berilmaydi-yu deydiganlarni. Prosta tak pasman deb qo'yaqa. Qiz Bitta esnavoring. Ha, sizga aytyapman. Bitta esnavoring. Mayli, qaramay turaman. Video zerikarli. Barakalla. Endi ortimdan shu mashqni qaytaring. Bash. Faqat qizlar tushunadigan o'sha yoqimli tuyg'u nima ekan bu? Nimaga biz tushuna olmaymiz? Nima edi bu? Bu tuyg'uni o'zi. Nima tuyg'u bu, bilad? Bilad, bolalar tushunadigan yoqimli tuyg'u nima, bilad? Qizi. Bir o'zing to'rttasiga qarshi o'ynaganingda yutib qo'ysang, mana bu shunadi, bratanchik, to'g'rimi? kechasi 12 va Oyim kechasi vaqtliroq vaqtliroq turasan. kechmasda. Mana men ertalab, kechki payt 7 da uxlasam ham ertalab 7 da zo'rg'a turaman. Kechasi soat 3 da uxlasam ham ertalab 7 da zo'rg'a turaman. Ikkalasi bir xil. Lutshi 3 kecha ishlarimni qilib olib bitirib kechasi 12 вообще kechmasda. Блядь, qizi, menda ham shunaqa. 7 da uxlasam ham 7 da turaman jalab. 3 da uxlasam ham 7 da turaman. Uxlamasam ham, bilad, yebbanga o'xshab yuraman, zato yuraman. Qizi, menda ham shunaqa-da. Uyqu shunaqa xuyoviy narsa, что ayrim vaqt 3 soat uxlasam, bilad, shunaqa bodri yuraman. Ayrim vaqt 8 soat uxlasam, bilad, полностью
bo'ladi-ku, zombi bo'ladi-ku boyagi. Kutini tishib tashlagan zombi bo'lak, ana shunaqa yuramanda jalab turam. Bala nima qayerdaman jalab, nechinchi asr, nechinchi yil bila sayba naxoy. Apacha chiroyli ekan. Nima? Like. Bugungi kunda 90% erkaklar уже trans bo'lgan. Nimaga deysanmi, qara, it bilan Nixuna naxoy lil Xuram hisob chiqdi bu. It bo'rin bilan bo'rin. bo'rini farqi nimada? Ularni ko'rinishdanmi yoki xatti harakatlaridanmi? Bitta akulani ko'rsang, u delfinni qiliqlarini qilayotgan bo'lsa, sen uni akula deysanmi yoki delfinmi? Bu delfinku deysan, to'g'rimi? Xuddi shunday. Erkaklarga qarasang, ular ayollashib ketadi. Ular ayollarni xatti harakatlarini qilyapti. Erkak o'zi qanaqa bo'lishi kerak? U kuchli, jasur, mard, ilmli bo'lishi kerak. Chunki himoyalaydi, boqadi, qo'riqlaydi, urushadi. Endi o'zingga savol ber. Agar sen urushib bilmasang, demak sen yaxshi erkak emassan. Chunki erkak kishi urushib bilishi kerak. Hatto o'zini himoyalash uchun, oilasini emas, o'zini. Agar sen o'zingni himoyalab bilmasang, ayollardek himoyaga muhtoj bo'lsang, qanday qilib sen o'zingni erkak deyishing mumkin? Trans bo'lish uchun jinsingni borib Tailandda o'zgartirishing kerak emas. Harakatlaring yo'qolsa o'zi trans bo'lib boraverasan. Hozir dunyo shunaqa fazada. Hozir 50 yildan keyin bu narsa normallashadi, keyin odat bo'ladi, keyin hammaga farqi yo'q bo'ladi. Borib keyin o'zlarini pollarini almashtirish boshlanadi. Chunki ularga oson bo'ladi. Qaraydi, ayollarga himoya qilishyapti, ularni boqishyapti, avaylashyapti. Nima qilaman erkak bo'lib, majburiyatni bo'ynimga olib, undan ko'ra ayol bilaman. Meni Xudoning to'g'ri yaratibdi, men tabiat xatosiman deb yurasan. Endi o'zingga savol ber. Sen erkakmisan yoki allaqachon trans bo'lganmisan? Ну, bla. 100% emas. Misol uchun qaranglar, hamma narsa seriozlashib ketish ham kerak emas-da. Himoya qilish kerak o'zini. Nima qilish kerak? Erkak sifat bo'lish kerak. Otam tarbiya berganlar shu. Nimadir bo'lsa, bang yeganman shapaloq, erkakka o'xshab yasha deydilar. Bu narsa normal. Bu kerakli narsa, erkak bo'lish kerak. Lekin, hayot ko't bo'lib ketyapti, yana qaytaraman. Jalab bu yoqda urush, bu yoqda boshqa narsa, bu yoqda Epstein chiqdi. Uje hayot prejniy bo'lmaydi jalab. Hammasi uje xuyna, uje oldin biz ham misol uchun bizani katta og'a kuzatayotganini o'ylasak, ha bu prosta gumon derdik, hozir fakt. Ha, bizani kuzatayotganini bilamiz. Oldin unaqa bo'lgan, oldin bunaqa bo'lgan. Endi savol, bitta savol, bunaqa обществоda faqat seriozно bo'lib yurish ham yaxshi emas. Meni fikrim bo'yicha, qiliq qilmaslik kerak, vaqtida qilish kerak. Misol uchun men Buxoroga borganimda tuylarda o'ynab beradi-da, bolalar takoy qilib o'ynab beradi-yu, bu degani u trans yoki yiban degani emas, bu degani u kayf qilib prosta hayotdan. Всё, maza qilsin. Ertaga u borib, bittasiga pizzani bag' berib qo'yish mumkin o'sha odamda, misol uchun-da. Bu ishni qilib biladi. Bu degani u trans, gay degani emas. Dahizanglar bor naxu, chiqib olib biladi. Ana unaqa qilib yurayotganman. O'xshatolmayman ularni. Ya vahho qana u ishni qiladi bular. Lekin shunaqalar bor. Lekin u degani ular ham 100% hezalay degani emas. Vaziyatga qarab, real trans bo'lib ketayotganlar bor. Ularga nisbatan fikrim negativroq. Shunaqa. Baribir qilib turish kerak, kulguliroq bo'lish kerak, bachkanalik qilish kerak. Hayotdan polniy programma yashash kerak. Chunki bu hayot. Maza qilinglar, всё. Qancha erkak o'lib ketyapti depressiyadan jalab, hamma narsa seriozdan qabul qilaverib, "Bo'lat, hayot siqildim, jalab, men qiynalib ketdim" deydi-da, keyin oxiri shu uchun kerak emas naxoy. Videoni Opa. Yebayt. Shu apachani sevib qoldim, qolgan qo'ygan. Yebayt. Pizzati. Da, молодец. Yigitingiz bormi? Yo'q. Chaldalmayapti. Ha, yo'q-da. Men bu prosta oldindan ko'rdim esishni. Bugun maktabga kel, sport zalida futbol o'ynaymiz. Jalab maktab o'quvchisi. Bla, o'zimni rekomendatsiyamga kirgin pizzeslar kelyapti, shunaqa apachalar chiqardi yo'qda, bilaman. Nega erkaklar chiroyli, o'ziga qaraydigan ayollarni xohlasa, bu odatiy hol sifatida qabul qilinadi. Ammo ayollar ta'minlangan boy erkakni tanlasa, darhol ularni pulga och ayol deb Nima unay deb o'ylamayman.
merkantil deb o'ylamayman. Agar ayol kishi ya'ni vыбор bo'lgan vaqtda boy bilan nimani orasida tanlov bo'lsa, boyni tanlasa normalniy. Я ваху, что boy uni tanlayapti, nimasidir bordir. Boy odam tanlayapti, lekin normalniy tanlasa. Что boy odamda ham vыбор bo'ladi. Qancha boy bo'lsang, sen tanlab bilasan, что. Chunki qizlar ham seni yaxshi ko'radi, chunki boysan, naxuy. Ta'minlab bilasan, uni himoya qilib bilasan. Himoya qilsang yaxshi. Shunaqa qarorchi xuy o'zi. Pardashadi. Sizlarning bo'lib qoldimi? Ay, zaybal shu prikol, блядь. Sek. Bitta qizbacha sek demasin sizlar. Man hali ham Opa, chiroyli apacha. qilish kerakligini bilmayman. Man hali ham eski o'zbek tilini umuman tushunmayman. Undagi so'zlar men uchun вообще tushunarsiz. Lekin sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan bitta narsam bor. Qani? Tadam. Zato hukamo nima, annosu nima, afoli nima men bilib oldim. Voy chiqsa A chiqibdi, yaxshi ham A+ emas ekan, vahima qilma deyishinglar mumkin, to'g'ri. Hozir hammani sertifikati bor, hammada A bor. Shu kichkinagina 16 yilgina yashab qolgan umrimga bu natija. Mana kichkina ekan, nixuyasi. Men sizga emassizlar. Sizlash kerak o'zi. Prikol bo'yicha unda. Men uchun, o'zim uchun yaxshi deb o'ylayman. Endi xursand bo'laman. Просто shu xursand. Faxrlaning, всё, bosing, всё, блядь, man naxuy 1 yil o'qib, 1 yil o'qib fizikadan C+ olganman jalab. Yaxshi. Yaxshi-ku. Men bo'lishkim keldi bo'ldi. Buni javobi chiqquncha men apacha chiroyli. Apacha deyman yana. Просто chiroyli qizcha, всё. Qizlar. Блядь, ебанат naxuy, dalbayob 18 ga kirgan esimda yo'q. Hozir men demak shu o'zimdan kichkina yosh kategoriyaga chiroyli desam PDF bo'lib qolamanmi? Или там 16 yoshdan kichkinalarga o'tadim bu narsani tushunmayapman. Ya'ni, блядь, stop. Qanday ishlaydi bu? Hozir qaranglar. Norma bo'yicha 3 yoshda kichkinasi bilan gaplashsang bo'ladi. Вроде бы, или 4 yosh bilan kichkinasi bilan gaplashsang bo'ladi. Lekin 18 yoshdasan. 4 yosh kichkina, 14 yosh degan. Ебать. Вот. Блядь, qanday gaplashasizlar sizlardan 4 yosh kichkina bilan? Короче, kim bu? animeni detskiy, multfilm va hech qanaqa ma'nosi yo'q deydigan og'aynim. Qizlar sharaf qadar yo'q. Shuning uchun bolalar qiz tanlashda ham ehtiyot bo'linglar. Agar anime ko'rsangizlar, iloji bo'lsa doramchisalarga bilan juft bo'linglar. Agar anime ko'rmasangizlar, animationchilar bilan juft bo'lmanglar, chunki mana ko'rib turibsizlar. Patsan normalniy dedi. Normalniy yasha yurgandi patsan. Nima qizi kelgan? Men erini yegirdachi yigitim bo'lishini xohlardim degan, kelgan tam bechara bacha savsata. Shuning uchun shaxsan men animationchilar bilan bir bo'lishni niyatim yo'q. Unda kayfi bor tam. Maza qilib anime ko'rasan, lekin zaybal biladi. Men dahoya romantika ko'rganman-da animelardan. Xo'yinya sabachi. Anime musur detskiylar ko'rmaydi, to'g'ri. Anime jadetskiy emas, biladi. Men ko'rgan animelarimni yarmi biladi, menga psixik travma berib yuborgan naxuy. Yosh bola uni ko'rsa biladi, xo'yiyo. O'lib ketsa kerak. Lekin detskiy ham qilib qo'yadi, realni ayrim animelar. Prям detskiy joylar dahoya biladi. Shunaqa. Baba multikda Xitoy bachchalar bilmadim shunaqa o'zini oladi. Men animationikman va animationiklar bilan ham sikishaman, anime ko'rmayotganlar bilan ham sikishaman, menga poxuy. Hammasiga jang ochganman jalab. Anime ko'rayotganlarga tam idite naxuy deyman, anime ko'rmayotganlar anime ko'rishlaringiz kerak, ozgina deyman. Shunaqa. Animeni qanaqasini ko'rish kerak? Yaxshisini ko'rish kerak. Mana misol uchun, deyte naxuy. Biz anime ko'rganimiz uchun yolg'izmizmi? Yoki yolg'izligimizga anime ko'ramizmi? Dalbayob introvertsan, shu uchun anime ko'rasan, biladi. Zaybal, biladi. Jongkook bo'lib olayana. Tak, bolalar, если что, kimdadir bironta kulguli video reelslar bo'lsa, mana shu botga jo'natsangizlar bo'ladi yoki bo'lmasa mana bu Bokura Choynak degan nimam bor, profilim bor. Unga jo'natsangizlar ham bo'ladi. Bemalol jo'nataveringlar, ikkalasi ham men javob bermayman, lekin если что savollaringiz bo'lsa, u yoqqa savol uchun men Telegram kanalimga o'tishlaringiz kerak. Bironta savollaringiz bo'lsa, savol bersangizlar bo'ladi, cherets o'sha yoqdan. Bu bot va bular yordamida faqat Instagram ko'ramiz, nima qilamiz? Reaksiyalar, короче, хуйня собачья, идите нахуй. Voy, bo'la charchadim, jalab, pizza charchadim. Voy, bo'la. Reaksiyangiz. Study not studying, marine not burning, sleep not sleeping, money not money, eyes always watering, mouth always eating. Oh God, みんな嫌い。誰も愛していない。何も理解しない。一体何か食っているのか? Bala milata, biladi qolgan xo'ynya.